Assalamu alaikum hürmetli qarindoshlar. Ben tuqqanlarim to'g'riliq guvohlab qo'ymoqchi. 2019-yili 10-oyda Urumchi o'rta maktabda o'qiyotgan 16 yoshlik jiyan o'g'lim Dilyar G'appar telefonda chet elning to'g'riga chiqib Instagram, YouTube degandeklarni ko'rganligi uchun terrorlikqa bog'lanib 1 yillik turmaga kesilib ketgandi. Aslida 10-oyning 7-kuni qo'yib berilish kerakdi. Qo'limda bu to'g'riliq isbotlarmi bor. Bu onun kimligi. Mana hozir 1 yil yutib jazomni tutishib ketgan bo'lsin, jiyan o'g'lim Dilyar G'appar hozirgacha qo'yib berilmabdi. Ham o to'g'riliq hech qanday bir uchurg'a erishmayaptimi? Yana birisi 2020-yili bo'ldir. 15-yanvarda yana bir jiyan o'g'lim da'liq model Mardan G'appar Go'ngjulik uyidan qayta tarbiyalashga tutib ketilgan. 3-oyda Mardan fursatdan paydalanıp yüzü sulaqlıq uydan video yollab bergandan keyin shu kuni boshlab g'oyib bo'ldi. Mana bu vaqtda uchirib bergan singlim Oysham G'appar 3-oyda soqchilar tarafidan tutilib ketdi shu sababdan. Bu to'g'risida BBC 2 qatim xabar ishlab g'ulg'ul qo'zg'agandan keyin Mardanni kuchadagi soqchilar va doktorlarning tekshirishiga moslashmaganligi va ularni urib tillığanlığı sebep turma usulab qo'yganligini aytibdi. Bu bakmi kulkilik. Bu soqchilarni turmada turib tillığılı bo'lganligini bu hech kim ishonmaydi Xitoyda. Biroq Mardanning hech qanday bir videosini ya yuzini oshkorlamay hozirgacha g'oyib qildi. Men hozir Xitoy hukumatining ichki jiyan o'g'limni lager va turmalarda nobud qilib o'tishdan to'liq ansirayapman. Xitoylar mening ichki jiyan o'g'lim vatanni butun jamiyatimizdan qolgan shu ikki o'g'ilni qonunsuz holda tutib solab yo'qlang bana sabablar bilan hozirgacha qo'yib bermayapti. Ular beguna, ular texi to'liq yosh, istiqboli parlaq yoshlardi. Ular hech qanday bir qayta tarbiyalashga muhtoj emas. Ular Xitoylardan yaxshi so'zlaydi. Biri ataqliq model, yana biri endi texi o'rta maktabda o'qiyotgan bir o'quvchi. Ular nima sababdan tutilgan bo'lsin, jazo muddati endi to'shdi, erkinligi, hurligi qaytarib berilish kerakdi. Men har qaysi hukumat rahbarlari, xalqaro kishilik huquq organlari, advokatlar, jurnalistlarning o bichara ichki jiyan o'g'limning ve singlimning erkinligi uchun jiddiy harakat qilishni o'tinaman. So'zim tugadi, rahmat sizlarga.